Uyg'ur xalq chechaklardan Bay bilan Ma'sum tas. Burunning burnusida ya beshi yo'q, ya oyig'i yo'q bir daryoning bo'yida cho'ng bir yez bo'lgan ekan. U yezda nihoyatda bexil va nihoyatda zolim bir boy yashaydi ekan. Uning bir ayoli, bo'yiga yetgan bir qizi va 2-3 yoshlarda bir o'g'li bor ekan. U boy har yili chakar ishiltidi ekan. Lekin uning haq to'lashdan qechib, yil to'shay deganda kechsi ayol ikkisi astag'in o'rnidan turdi ekanda, uxlayotgan chakarni ko'tarib daryoga tashlab oqtirib etdi ekan. Bayning bu ishini hech kim bilmaydi ekan. Ba'zi kishilar bayning chakarning tuyuqsiz yo'qolib ketishiga hayron bo'lsa-mu, uning tegiga yetolmaydi ekan. Faqat bir kambag'al kishining Ma'sum degan bir tas bolasi bayning ishidan xabardor bo'lib qopdi va o'z ko'nglida shu daryoga g'arq qilingan gunohsiz kambag'allarning intiqomini sen baydan bir olmasam, to'xtab tur deb o'ylabdi. Kunlardan bir kuni boy yana chakar izlagan vaqtda yiliqi Ma'sum tas kelib chakar bo'pti. U chakar bo'lib, hatto oylar o'tib, yil to'shqi yiqilishib qolganda boyning yiliqi 3 yoshlik bolasi o'lib qopti. Boy chakarini chaqirib, "Ey Ma'sum, sen berib ana ov ko'ringan qirning qoptildan go'rko'lig'in, go'rning cho'nqurliqi quluqing bilan barobar bo'lsin" deb avatibdi. Ma'sum ketmanni ko'tirib boy ko'rsatgan qirg'i beribdi va yaxshiroq bir joyni tanlab olibdi-da, ketman bilan birli chepib quliqini qo'yib o'lchab ko'rgan ekan. Bir quloq bu yoqda tursin, hatto 10 quloq barobarda cho'nqurmish. U bo'ldila. Bayning deginini cho'nqur bo'lib ketibdi. Endi ortiqcha avar bo'lmasdan dam ilib yassami bo'ladi ekan deb bir daraxtning ko'langisida so'zilib yetibdi. Bayning oilasidagilar va yaqin yo'riqlari bolasini dafn qilish uchun boyiqi qirning qaptilda ko'lashqa buyurilgan go'rga elib berishibdi. Qarasa, go'r tayyor emas. Ma'sum bo'lsa daraxtning ko'langisida yotqiday. Buni ko'rgan bayning nihoyatda ochiq kelib, "Ey Poqshaktoz, atdigandan beri nima qilding? Nima qilding? Qani ko'lgan go'ring qani?" deb barqirabdi va uning qichtig'iga netchini sapdi. "Jinim boy dada, quliqing bilan barobar ko'lig'in deb o'zlari aytdilar-ku. Ana qarasila, bir quloq bu yoqda tursin, hatto 10 quloq barobarda ko'lab qo'ydim" deb hiliqi ketmanning izini ko'rsatibdi Ma'sum. Bayning har qancha ochiq kelgan bo'lsa-mu, hozir ustida o'zini besib, "Bora, yugur, uydagi barliq ketman go'rjaklarni yig'ishtirib kelgin. Ko'pchilik o'lash-cho'lash chapsaroq ko'lib etinglar" deb buyuribdi. Ma'sum uyga beribdi-da, bayning ayoliga, "Og'ichqinim, boy dada muhrni bergay deydi" debdi. Bayning ayoli Ma'sumning so'ziga ishonmasdan, "Hay, Poqshaktoz, boy dadangga go'r ustida muhr nimaga kerak bo'lib qopti? Sen yolg'on aytyapsan-a?" deb bermabdi. "Nimaga kerak bo'lib qolganini bilmayman, lekin so'rig'ini rost. Agar ishonmaslar yuzsizlar, o'g'zi chiqib so'rab boqayli. Ana, u yerda ko'rinib turmamdi" debdi Ma'sum. Shuning bilan bayning ayoli bilan Ma'sum ikkisi o'g'siga chiqibdi. Ma'sum qirdiki bayga qarab, "Voy, boy ota, og'cham bermayotdi" deb varqirabdi. Buni anglagan bay ketman go'rjaklarni bermayvasi kerak deb o'ylabdi-da, ayoliga ochiq kelib, "Voy, ahmoq xotin, vaqtni o'tkazmasdan chapsaroq bervarsang-chu" deb varqirabdi. Shuningdan keyin bayning ayoli sandiqdan muhrni elib beribdi. Ma'sum muhrni elib, ketman go'rjaklarni yig'ishtirib qirg'i kapdi. Ular o'lash-cho'lash bir damning ichida go'rni ko'lab, balani dafn qilishibdi. Muhrdan hech kimning xabari bo'lmabdi. Oqshimi
boy bilan ayoli maslahatlashib, bu tazning ishlab yurganiga 1 yil to'shib qoldi. Bugun ati aqtilab qo'g'cha bunimi ojuqtirib etayli. Tun yerimni o'tganda chiqib meni o'yg'ot. Bo'lmasa qattiq uxlab qolishim mumkin. Chunki bugun bak charchab ketdim emasmi? debdi boy. U boy yozliqi bog'da gullarning orsiga qo'yilgan bo'glikda yotadi ekan. Ma'sum tas bo'lsa, uni qo'rqmusin deb neriroq bir yerda supida yotadi ekan. Ma'sum tas bularning maslahatini anglab qopdi va kechasi uxlamasdan yetibdi. Tun yerimga yaqinlashganda boy xo'rak tortib rosa qattiq uyquga tushibdi. Ma'sum tas astag'ina o'rnidan turib boyning yeniga berib, uni ko'tirib akilib, o'zining o'rniga yotqizibdi-da, o'zi uning o'rnida yetib olibdi. Tun yerimdan o'tgan chaqda boyning ayoli shipildab kelib, qorong'uda uning Ma'sum tas ekanligini bilmasdan, "Hay otasi, tursila. Avu tas to'ng'izda xurildab rosa qattiq uxlab etibdi. Uyg'onib qolguncha chapsaroq ujuqtirib etaylik qo'psila", deb noqibdi. Ma'sum tas un chiqarmasdan boyning ayoli bilan birga supiga kelib, u yerda uxlayotgan boyni ko'tirib opirib daryoga tashlab etibdi. Boyning ayoli uyga kirib uxlab qolgandan keyin Ma'sum tas oshxonaga kirib chiroqni yondiribdi-da, "Mushu kunga kelguncha ayolim bilan ikkimiz nurg'un kishini daryoga tashlab, yurt mahallaning oldida nihoyat cho'ng gunohlarni qildik. Bugun oqshom chakirimiz Ma'sumni tashlagan edik. Lekin u niyati durust bo'lganlikdan suvga g'arq bo'lmasdan qaytib chiqdi. Endi men umrimning oxirgi kunlarida shu kungacha yurtning oldida qilgan gunohlarimni yuvish uchun o'zim daryoga tashladim. Barliq mol-mulkim, uy-joyim va qizimni o'zimning balasi o'rnida Ma'sumning ixtiyoriga topshirdim" deb yezibdi-da, boyning mukrini ilib besibdi. U atsi tong etishi bilanla ho'ylini aylanib yurib, "Voy boy dadam" deb varqirab yig'lashga boshlabdi. Buni anglagan boyning ayoli va qizi qo'rqqandan o'ngsili o'chib yugurib chiqsa, kechasi daryoga tashlab etilgan Ma'sum tas "Voy dadam" deb yig'lab yurgidek. Heliqi ayoli o'ngimmu tushimmu deb bang-tang bo'lib tashda qaytib qopdi. Bir damdan keyin o'ziga kelib, "Hey tas, nim bo'ldi?" deb so'rabdi. Voy og'ichqidim-ey! Voy dadam o'lguchi men o'lsam bo'lmasmidi? Bu bizga kelgan qandoq kelgulikdi? deb texmi bakrak yig'lab iliqqa xatni beribdi. Boyning ayoli bilan qizi xatni o'qib yig'lashibdi, qoqishibdi, biroq o'rniga kelmabdi. Shunda qilib, oradan bir necha kun o'tib, yig'izarlar besilgandan keyin iliq vasiyatnomaga binoan qiz Ma'sum tasga to'y qilib berilibdi. Ma'sum tas butun mol-mulkka ega bo'ldi. U bu mallarga mushi yezi kambag'allarning qon tari singan deb, mallarning hammasini kambag'allarga bo'lib berib etibdi-da, o'zi shu kundan boshlab baxtli kun kechirishga boshlabdi.